Bugun men zalyut nima, uni qanday oshirish mumkin, nima qilsangiz o'qlaringiz yaxshi tegadi. Shularning hammasini tushuntirib o'taman. Zalyut oshirishni, regani tezlatishni bir necha usullari bor. Ularni aytib o'tishimdan oldin sizlarga rega va zalyut haqida tushuntirib bersam. Rega bu dushmanga otgan o'qlaringiz unga ta'sir etishi. O'q uzganimizda pritsel yonida chiqadigan aynan mana shu chiziqlar regaga tegishli. Misol uchun siz 10 dona o'q uzasiz, ammo ularning 8 tasi dushmanga ta'sir qiladi. Bu xuddi o'shanday gap. Zalyut esa o'qni yaxshi tegishi va regani tezligiga aytiladi. Endi ularni qanday oshiramiz? Boya aytganimdek, buni bir necha usullari bor. Birinchisi bu ping. Agar sizda ping baland bo'ladigan bo'lsa, zalyut kamayadi. O'qlaringiz rega qilishi sekinlashadi. Agar sizda doimiy ping bo'ladigan bo'lsa, buni to'g'rilash mumkin. Shunchaki sozlamalarga kiring va server qismidan Yevropani tanlab qo'ying. Bo'ldi, endi sizda stabilniy 20 ping ishlaydi. Ikkinchi usuli bu FPS. Agar sizda FPS qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'qlaringiz tegishi va rega tezligi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Telefonni maksimal FPS dan foydalanish uchun men ko'rsatgan grafika sozlamalar to'g'rilab qo'ysangiz, sizda maksimalniy zalyut kuchayadi, o'qlaringiz yaxshi rega qilishni boshlaydi. Endi 3-usuliga keladigan bo'lsak, bu chustительность, ya'ni to'g'ri taxlangan chust o'qlaringiz sochilib ketishini oldini oladi. Men sizga aynan mana shunday TDM ga ham, klassikaga ham tushadigan tayyor o'zimni chustimni beraman. Faqat shu Telegram kanalda 50 tadan o'tsak. Shunday ekan, hoziroq o'tib obuna bo'lib qo'ying. 50 ta obunachi bo'lishimiz bilan 60 yusilik konkurslar va o'zimni shaxsiy taxlangan chustительностьni tashlab beraman. 4-usuli bu optimizatsiya. Optimizatsiya bu telefonni o'zidan qilinadigan nastroyka bo'lib, u PUBG Mobile ga keraksiz va kerakli bo'lgan nastroykalarni yoqib, o'chirib qo'yish talab qilinadi. Bu haqida esa kanalimda videorolik bor. Android ga ham, iOS qurilmaga ham alohida ko'rsatib o'tganman. Hoziroq kanalimga o'tib, bemalol o'zingizga kerakli videoni ko'rib olishingiz mumkin. Agarda video sizga foydasi tegsa, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana men sizlarga qanday qilib PUBG Mobile da zalyutni oshirishni bir necha usullarini tushuntirib ko'rsatib o'tdim. Agar mana shu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. 1000 ta bo'lishimizga juda ham oz qolgan. Bunga albatta o'zingizning hissangizni qo'shsangiz bo'ladi. Shunchaki bir necha soniyalar evaziga like va obuna. Bugungi video mana shundan iborat edi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Slazer bo'ldi.